Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rganlarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men riyosatchi Baxtiyor Umardan hammanglarga cho'nqur salom. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining 8-navbatlik umumiy vakillar qurultiyi bu yil 10-oyning 24-kundan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayovoda chaqirish oldida turmoqda. 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining har darajalik rahbarlik organlariga nomzod bo'lganlarning tizimligi e'lon qilingandan keyin har qaysi allardagi har soha zotlarimiz orasida bo'libmi bu navbatlik qurultayning rais nomzodi Turg'unjon Aloviddin apandi haqida turli talash tortishlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Bu haqda sizlarni atrofli tushuncha va ma'lumotga ega qilish maqsadida bugun suhbat programmamizga Dunyo Uyg'ur qurultayining muvaffaqiyat raisi hurmatli doktor Erkin Akram apandi, shundaqla qurultay ijroiya komitetining hurmatli raisi Ömer Qanat apandilarni taklif qildik. Hürmetlik Erkin Akram Efendi, Ömer Kanat Efendi programımıza hoş geldinler. Hoş bulduk, rahmet. Hoş bulduk, rahmet. Söhbetimizge qaytib kelsak, hamda hürmetlik Erkin Akram Efendi, 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi Tayyorlıq komiteti tarafidan e'lon qilingan tizimdagi qarg'inimizda bu navbatlik qurultayda qurultay raisi va muavir raislari, qurultay ijroiya komitetining raisi va muavir raislari shundaqla yuqori darajalik rahbarlik kadrosining butunlay almashtirilganligi ko'rilmoqda. Bu xil zo'r darajadagi o'zgarishni qurultay rahbarlik hay'atining strategiyalik o'rinlashtirishi bilan qilinganmi yoki bu tabiiy saylam o'zini ko'rsatganlarniki ko'rsatishi bilan shakllanganmi? Bu to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Xo'sh, bu qurultayning nişanı, şu teşkilatını müesseseleştiriş ve şundakla hadımlarının ki, şu işlevatkanlarının ki kesbileştiriş diyen bir siyasetimiz var. Aslında şu bütün şu saylamının ki baskışları, cereyanları hemisi şu nişanlımızla karab bunu onşıgan ve uğurlaştıran. Bir yerde esasen şu demokratiyanın ki alaylığı karab kılıvatımız. Yani sırf şu bizimki vekillerge uçuk ve şundakla hemme adamın ki öz aldığı şartına toştağanlar öz aldığı müracaat kıldıran müjde bir tüzüm emdi. Bunu bir kançı kıtımlık kılıp kilovatımız tabii bazı kamçılıklar buludu, hatalar buludu. Çünkü hiçbir demokratiye tüzümü mükemmel bulmaydı emdi. Bağan sırrı buludu. Kanda digende ne çıkıttım saylam bile ve şundakla vekillerin ki temsilcisi boğan bu reislikle şu almışıp bunun ki bu demokratiye tüzümünü şu yolgu sağıl buldu, raygı otağızı buldu. Şununla bu kıtımı aşındak bir saylam sistem bile, tüzüm bile bunu ilip biliyordunuz. Hem de bu buradaki kıtım hem de bazı rehberler ayrılışka mecbur çünkü iki kıtımlık diyen bir şartımız var. Yani bir reis iki kıtımlık kılalaydı. Ondan başka bazı rehberler kişiselden tüpeyli bunu devam kılamaydıganlığını oturup koydu. Şununla müracaat kılmadı. Bazıları hem de biz yani bir hakikaten bunda bir tecrübe kazanıp ondan kin kiler kıtımda müracaat kılaylı diyeşke bugünkü şu namzatlarının ki ahvalı yani kandidatlarının ahvalı görünüyordu. Bu hakkında nurgun tenkitler, teklifleme kilvadı. Nimi için bir namzat olup kaldı şu reislik gidip. Bayağı digende aşında sebeplerden aşında bok kaldı. Hem de bu demokratiye saylamda bu şartı toşmayan adamlar bununla müracaat kılamaydı hem de reis ornuğa. Onundan başka hemen digende şu meselelerden tüpeyli onunla müracaat kılanlama azaldı. Demokratiyanın bir alayetliğe rekabet bile kılış lazım. Birden cık buluş lazım kandidat ama sizlerin ki bir bok kaptı şununla demokratiyeye muvaffak kemede deydi.
Bazen demokratiya tüzümü muştak bo'lib qoladi. Sen teşkilatga nurg'un nizomnomini, qarornomini qo'ysang, albatta degan o shartlarni qo'ysang, ba'zilarining sharti to'shmaydi. Ama bir teşkilatni muhim bir şekilde ona taraqqiyotga dikkat qilib mang'uziman deydigan bo'lsam, ba'zi shartlarni qo'yish lozim. Tashkilot degandan tashkil degan vaqtida uningki shartlari bo'ladi, uning tuzumi bo'ladi, uning qarori bo'ladi. Ya'ni hamma odam butun shu Dünya Uyg'ur Qurultay Tashkilotininki vakillari bo'lsin va boshqursh heyatidagi bo'lsin, hammasi shu man degan nizomnomaga, qarornomaga bo'ysunadi. Ba'zan shundaq shartlar shu hozirgi degan nizomnoma va qarornomaga binoan shartlar shuna to'sab qo'ydigan ahvol bor ekan. Bularga bizning qurultay shunday ahvolga uchrab qoldi. Yolg'iz bir nomzod bo'lib qoldi. Bu bir maqsad bilan yoki bir taktik bilan bundaq qarangliq uyda buni planlab qilgan narsa emas. Bu uçuk aşkar bo'ldi bizningki qurultayningki a'zolariga qarata. Bir oylik vaqt berdik. Bir oyning ichida nurg'un yaqin tonish va tajribali odamlar bilan muzokara qilib, ko'rishib, so'zlashib, undan keyin qaror beriladi. Ammo ba'zilari shuning bilan shu murojaat qilgan bir kishi bo'lib qolg'achqa, hozircha shu bir kishini nomzod qilib ko'rsatgan bo'ldik. Hamda saylamda saylanadigan ahvoldek turdi. Agarda cho'ng bir vaqa bo'lmagan taqdirda. Xo'sh. Tushuntirishingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli Ömer Qanot apandi, endi siz bu masalaga qanday tushunch bersiz? Sizning fikringizni bir olsak, rahmat. Rahmat. Bizning muvaqqat rais Erkin efendim yaxshi tushundirdi. Ya'ni har bir tashkilotning albatta tashkilot bo'lgandiki, uning tuzumi bo'ladi. Qoidalari asosan endi nomzod ko'rsatishma o jarayonlarni aytib aniq yiziqliq bir bizningki bir nizomnoma bor. Bir chiqargan asosan elib berilgan bir saylan bo'lg'achqa, buningda albatta uning nimasidan chiqolmay qoldik. Buning sirti yani qurultayda bu daqitim nayt cho'ng masala bo'lib o'tirg'i chiqdi. Hamda bu bir nomzod bo'lganlik nimasi. Bu bizningki burunki saylamlardimi? Yani shunda bir nomzodlik saylamlar o'tkazdik. Masalan, Robiya xonim 4 qitim bu Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi bo'lib saylandi. Her saylamda bir nomzoddi. Uningga hech qanday bir e'tiroz bo'lmagan. U chaqda demokratik nim bo'lib, bu daqitim demokratik bo'lmagandek bir nima tug'ilib qelishi bu albatta haqsizlik bo'ladi. Uning sirtida yana Dolqun efendimmi o'tgan 2021-yildagi saylamda tek nomzod, bir nomzod bilan saylandi. Uni munayiti demokratik saylam deb nima qildik. Albatta bu shundaq iliqi tarixida Dünya Uyg'ur Qurultayining ko'rilmagan nima emas, ya'ni burunmi shundaq bo'lgan. Yani nayte hayran qoldigan bir vaqa emas demoqchiman. Uning sirtida bu nimishki nomzodlarningki jiq bo'lmaganligi, o'zini ko'rsatmaganliginingki balki boshqa sabablarim bo'lishi mumkin. Erkin efendim bayam bir qism sabablarni deb o'tdi. Uning sirtida yani biz hammamiz bilishimiz kerakki, bugunki bu 8. Dünya Uyg'ur Qurultayining 8. navbatlik saylimi alayda bir sharoit ostida elib berilyapti. Favqulodda bir sharoit ostida elib berilyapti desak bo'ladi. Dünya Uyg'ur Qurultayi bir nima sabablardan bir krizisga uchradi. Buning nurg'unlagan ta'sirlari bo'lyapti albatta. Bu yani hamma nimani o'ngdinimda qilyapti desak bo'ladi Dünya Uyg'ur Qurultayining ichidami. Buningda albatta bir qism odamlar, bir qism kishilar biraz turib turayli degan nimagimi kelgan bo'lishi mumkin. Bu bayam Erkin efendim degandek.
Onun sırtıda, onun dikinse bu özüne namzat, burun namzat köstüp, yana namzat kösetmegenlerninki bir kısmı mı, ama yaşlağı bir orun bereyli digen niyet mübabiyede. Bayam digendek bizninki maksudumuz aşu demokratikleştiriş, Dünya Uygur Kurultayını. İkincisi, yaşla ve ayallığa cıhrak orun beriş. Çünkü bizninki kelgüsümüz elbette yaşla. Yaşla bu orunlarını iliş gerek. Ulamı tecrübe hasıl kılış gerek bu jarayanda. Şunun için bazı kişiler biz yaşlığa yol koyaylı, yaşla bu vazifelerini alsın dedi. Onundan yani bir sebep bu Dünya Uygur Kurultayı'nınki bir Dünya Uygur Kurultayı'da bir orunga talip buluş ve özünü namzat gösteriş ağır bir mesuliyetini üstüge iliştigen gep emdi. Onun da mesela bir insan 8 saatle işlep durup yana bu vazifeni ada kılışı nait qiyin hazırki şaraytta Dünya Uygur Kurultayı'nınki mesuliyeti köpeydi. Halkımızın hemmesi Dünya Uygur Kurultayı'ga cıhnımı kütüglük, hem şu Dünya Uygur Kurultayı'nı bizni nijatka etip çıkadı dep bunun da bir ümit körgülük. Şununla her kandak adam hazır bu Dünya Uygur Kurultayı'nın bir ornuğa özüne namzat kösetse, bunu naiti çoğun bir mesuliyetçanlık bile bunu köstüdü. Elbette ben üzemni namzat köstey şu orunğa saylansamlı bol deydigen maksat bile emez. Bir üyege namzat bulup özünü köstüp saylangandan keyin o vazifeninki öhtesinden hakkı bilen çıkış üyedinde şu verilgen vazifeni ada kılış, mesuliyetini ada kılış, bu mu bu ağır bir yük boldu. Bazılar özünü namzat kösetmegenler burun namzat kösetken çıktı üyege, lekin özlerinin işleri, gündelik işler, 8 saat işlep durup bu işini kılış biraz ağır bir mesele boğaşkımı özünü kösetmegenler bağ buluşu mümkün. Onundan keyin yana bu bir emde ötkünçü bir davr emce meningçe. Muşundaq mao bayam degenimdek bir kriziske uçurgan bir nim boğan lekin yeni bir rehberlik heyeti bile o'ttirg'a chiqishi, muşu ötkünçü davrni muşundaq bir rehberlik bilen ötküzişi mençe nayt paydalıq dep qarğanlar boldi. Şununğa bu da ketimki bu saylamda özüne namzat kösetkenlerinin mu sani ötkenki nimeler qaraganda biraz az boldu. Tushunchaningiz ko'p rahmat, hurmatli Ömer Qanat efendi. Hem de Erkin Ekrem efendi kelsak, şu bulup bu qitimqi saylamda bir kishininki raislik nomzodi bo'lib qilishi jiq talash tatish bo'lib ketyapti. Hamda ba'zilar rais nomzodining sonini ko'paytirishni ta'kidlayotdi. 8-chi navbatli qurultaygacha rais nomzodining sonini ko'paytirish bir imkoniyati bormi? Buning siz qanday qaraysiz? Buningga bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Çekilgen şart yok. Misalga kurultay reisi için qanchalik ko'p adam müracaat qilsa qilalaydi. Bununki bir adam, 5 adam degan bir cheklama yok. Yani şartı to'shqanlar hammasi müracaat qiladi. Hem de şundaqla mavi reisi için, mavi icraî komitesi için, onun astidagi 16 17 organ için hammasi shunda. Yani bir cheklama yok. Şununla o yuqurga bağan seri müracaat qilganlar azaydı ki. Tövenge düşken seri müracaat qilganlar yaman köp oldu ki. Bu misalga şart bek ig'ir bo'lib ketibdi deganlar bor. Ama eğer de şu Dünya Uygur Kurultay 2014'te kurulgan vaqtida şu kurultay qiytilganlarninki köpü şunga reislikka müracaat qilalaydi. Ularning sharti to'shidi ularninki. Ama bu da şundaq bo'lib qoldi. Yani şartlar to'shqan taqdirdimi abay bizninki icraî komiteninki reisi Ömerbek efendimi tushundirdi. Shuningga buni ko'paytirishninki imkoni bormi degan masalaga kelsak hamda
Bu bir teşkilat bo'lgandan keyin teşkilatningki bir tüzümü bo'ladi, qoidasi bo'ladi. Bu tüzümge qarab ish qiladigan gap. Shu biz bir oylik vaqt berdik dedik-ku. Bir oyning ichida murojaat qila olganlar qilalaydi. Bir oydan keyinlar buning murojaat qilolmaydi. Shuningga bu qilolmag'achqa ve neticege qarab, voy bu çatak bo'libdi, shu nima tüzümnimi, qoidanimi, qarornomani o'zgarsak deydigan fikrlar kelyapti. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Demokratiya degan narsa xohlagancha qoidalarni buzib qiladigan mesele emas. Demokrasiyada tüzüm var. Demokratiyanın yüzüla zaten bir tüzüm o. Şununla bu o'zgartish yoki qarornomani o'zgartish o'ngshash deydigan bir ahvol bo'lib qolsa, budaqa qurultayda taklifnomani sunib turib, kelar saylamga moslashtirsa bo'ldi. Ama o'tganki qurultayda ilingan qarorlarni hozircha bulutmam shu saylam komitetininki bular huquqliqku. Bular xohlagancha o'zgarsa bo'lmaydi. Çünkü köpçülükninki qabul qilgan bir qarorni, bir nizomnomani bir tüküm yoki bu boshqarish heyetininki odamlari xohlagancha o'zgartirib bo'lmaydi. Hem hurmatsizlik bo'ldi ko'pchilikka, hem de demokrasi tüzümüge xilof bo'ldi. Shunga hozir bayqagan shu meseleler, problemlarni kelar qitim tuzash uchun taklifnoma sunildi bo'ldi, ama hazır onun vakti öttü. Şununla bunu xohlagancha o'zgarsak bo'lmaydi. Bugün ben o'zgarsam, ertesi gün yana birisi o'zgarsa, keyin yana birisi o'zgarsa, teşkilat bo'lmaydi. Bayağı men degandek teşkilat müesseseleşemeydi. Müesseseleşmagan bir teşkilat xalqaro sahnada faoliyat qilamaydi. Çünkü başka devletler bo'lsin, başka şu teşkilatlar bo'lsin, bular mükemmel demey de yani müstehkem bulamagan sistemge, kanunga, şu kararnamege boysunulgan teşkilatlar ne pek kollap yetmeydi. Çünkü bunlar teşkilatlarınki işençiliği aciz olurdu. Sana işenmegendikin sen halkaradaki bu teşkilatlar, devletlerle münasebet kuruşta kıylanırsa ve şundakla faaliyet kılgan çağdama köp hissatçılıkını kolga düşüremeyse, seni kollaydiganlarını mı kolga düşüremeyse. Şununla xalqaro sahnada ish qilaman desang, xalqaroningki tüzümüge, xalqaroningki normlarga, xalqaroning bekitgan shu standartlarga, yani ölçümge moslashtirish lazım. Şununla bizmi shu xalqaroningki shu seviyesiga qarab teşkilatını mükemmelleştirish tirishayotimiz. Bu kademler, bizimki hazır minvatkan kademler şu maksat için kılınıyordu. Biz hem de Uygur bo'lgandan keyin biz Uygur perdesi kılaylı deymiz. Ama bu Uygur perdesi yani yolda kit beripla o'zgartiradigan bizimki bu ota-bobomizninki bir maqal temsili var. Deryadan o'tayotgan vaqtida atni almashtirib bo'lmaydi deydi. Ya adam mı iqib ketadi, at mı iqib ketadi. Şununla İrik'ten deryadan ötüvağıca bir at bile ötüş lazım. Öte boğanıkin almıştıramdı, kılamdı, o başka bir mesele. Yani deryadan ötüşten evvel bunun teyarlığı buluş lazım. Ama oturup kilip özgertilip olmaydı. Bu demokratiyanınki kaydaları, teşkilatçılıkınki bir kaydası. Hoş. Yani ayette aniq tushuncha Hemen rahmat. ben bir nima Ömer qo'shib Qanat qo'yay efendim. dedim. Nayt yaxshi izohlab berdi Erkin hocamız. Hem de yani birisi hem de bu namzatla bayam degandek hech qanday bir to'salg'i yo'qdi. Yani bir oylik vaqt berdi. Shu vaqtning ichida shu shartga to'shqanlar o o'zini namzat ko'rsatadi. Har qanday o'ringa o'zini namzat ko'rsatish mumkin. O soni oz bo'lganligimi menimcha bir yaxshi bir ishga bishorat bo'lishi mumkin. Chunki bu bizningki Dunyo Uyg'ur qo'mitasi vakillar, shu vazifa olaman degan kishilar bayammi deb o'tganimdek
bu yerda bir mas'uliyatchanlik hissi bilan harakat qildi deb o'ylayman. Chunki kiribla u yerda bir o'rinni elib o'zini nomzod ko'rsatib saylanish maqsad emas. Hammasininki qanchalik yaxshi niyatli bo'lganligi, bularninki maqsadining qanchalik haqliq bo'lganligi, ya'ni men bu yerga saylansam, bu yerda bir ish qilishim kerak. Mushu ishni qila olamdim, qilolmamdim deb. Demak, Dünya Uyg'ur qurultayida vazifa olgan kishininki ig'ir mas'uliyatni o'z ustiga oldiganligini bilib, shuninki nimasiga yetgan gap. Shuning uchunmi o'zini ma ishda men turib turay deb o'zini daldigan insonlar bor. Biz boshqa tashkilotlar bor albatta. Voy bir o'zini nomzod ko'rsatish emas, bir o'ringa necha odam talishib kirib ketadigan, ammo kirgandan keyin u yerda hech qanday bir vazifani ado qilmay shu yerda o'ltirishli maqsad, shu o'rinni ishg'ol qilib o'ltirish maqsadi bilan kiradigan insonlar bor. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillarining yaxshi niyatininki yaxshi bo'lganligi, samimiy bo'lganligining bir ifodasi desak bo'ladi. Tushuntirishingiz ko'p rahmat. Hamda Ömer Qandat apandi, sizga yana bir savolni qo'ysam, hamda 8-navbatli qurultayning rais nomzodi Turg'unjon Alovuddin apandi bir o'zi diniy zot bo'lganligi uchun ba'zi qarindoshlarimizda Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlariniki buningga boshqacha qarab qilish mumkinchiligini, bo'libmi Dünya Uyg'ur qurultayining bu soatdan yordamlardan ayrilib qilish ehtimolligi bo'lishi mumkinligini o'ttirib qo'yib bundan andisha qiladi ekan. Siz bu masalaga siz o'zingiz Amerikada bo'lgandan keyin qanday qaraysiz? Bu to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Hamda Turg'unjon Alovuddin bizning uzun yillik bir saptishimiz edi. Siz degandek bu bir diniy zot bo'lish bilan birlikda siyosiy tajribaga ega. Biz 25 yildan beri men birga ishlayapman, ya'ni Turg'unjon Alovuddin bilan da 25 yil bo'ldi bizga. Bu jarayonda nurg'unlagan siyosiy faoliyatlarda bo'ldi, tajriba qozondi. Uning sirtida, uningdikinza nurg'un yerlarga biz birga safarlar qildik. Shu yerlarda o'zininki siyosiy qobiliyatini ko'rsatdi. Masalan, biz Indoneziya, Malayziya qatorliq davlatlarga birga safar qildik. Uningdiki nurg'unlagan xalqaro tashkilotlar bilan birga hamkorlashib, mushu jarayonda, ya'ni nayt fidokorlik bilan 25 yildan beri Dünya Uyg'ur qurultayi qurilgandan keyin 20 yildan beri hech qanday tavranmay nayt jafoliq ishlayotgan bir shaxs bu Turg'unjon Alovuddin. Vatanparvar, millatparvar, bu jafoga chidaydigan, mushu da'voga o'zini otgan inson. Shuning uchun men Turg'unjon Alovuddinning bu ishni yaxshi ilib ketalaydiganligiga ishonaman. Uningdan keyin bu andishalar mencha bir ba'zilari albatta bizningki xalqimiz mushu Dünya Uyg'ur qurultayi ko'ngil bo'lgachga, mush Dünya Uyg'ur qurultayininki har qanday faoliyatlarida g'alaba qilishini orzu qilgachga, mushu Dünya Uyg'ur qurultayini bir umid chirog'ida ko'rgachga, shuninga bunga ko'ngil bo'lyotidi. Ular hamma ko'ngil bo'lganlarga mushu ishda o'zining fikrini bayon qilganlarga albatta biz rahmat aytamiz. Lekin bu andishalar mencha o'rinsiz deb qarayman. Chunki bu birinchisi Turg'unjon Alovuddin apandim 20 yildan beri Dünya qurultayininki har qanday o'rinlarida ishlagan bir inson. Diniy ishlar komitetining raisi bo'ldi, ijroiya komitetining muavin raisi bo'ldi. Shundaq vazifalarda har nimasida qatlamida bu Dünya Uyg'ur qurultayining vazifa o'tab kelgan bir inson. Bu insonlarning, bu yerda vazifa o'tagan insonlarning hammasini mushu bizni kuzatib turganlarning hammasi biladi. İkincisi, uningdikinza bu g'arb davlatlarida albatta bir shaxsga qaramaydi, bir yordam bergan chog'da. U tashkilotninki programmasiga qaraydi, u tashkilotning nizomnomasiga qaraydi. Shuningga qarab yordam berdi. Masalan,
Amerika'da bolsun, başka yerlerde bolsun, biz Amerika'dan yardım algan çağda kim bunun reisi demeydi. Elbette o teşkilatniki program bile barımız. Şu programı kırıp bizge onunki yardımlarını berdi. Elbette o teşkilatның rehberi muhim rol oynaydı. Lekin asaslık rol ne? Şu teşkilatniki nizamnamesi, programmasi, o teşkilatniki maqsadlari, nimani maqsad qilganligi, u teşkilatning kendiki o'tmishda qanday faoliyatlarni qilgan, mushu nimalar nihoyatda muhim rol o'ynaydi. U rahbarningmi qaysi teşkilatda nima ish bilan mashg'ul bo'lganligi muhim rol o'ynaydi. Dunyo Uyg'ur qurultayida 20 yildan beri mushu o'zininki yaxshi fikrlari bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiga hissa qo'shib keldi. Turg'unjon Aloviddin ham diniy nimadan qarasak, bu shu xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlash nimasida nihoyat cho'ng g'ayrat ko'rsatgan, shuningga hassa qo'shgan bir insonmi, shu diniy jihatdimi to'g'ri yo'lga boshlash nimasida. Bu nihoyat muhim, ya'ni mushu bugungi sharoitda mushundaq bir odamningki albatta bu bir tashkilotningki beshida bo'lishi mencha u tashkilotga texmi utuqlarni ilib kelishi mumkin. Köpten köp rahmat. Hürmetlik Erkin Ekrem Efendi. Sizniki bu to'g'risida berdigan tushanchingiz bormi? Bo'lsa uni olsak, rahmat. Bazıları deydi bu Dünya Uygur Kurultayını bir mollaga tapşırıp koydu deydigan bir gap so'zlama bo'ldi. Molla hamda xalqaroningki literaturunda shu İran'ningki diniy zatlarni molla deydi. Ama bizningki o memleketde, vatanda, O'rta Osiyoda İslamiyetni qabul qilgan chaqda shu fars tili bilan kelgachga hammasi molla deydi. Ama g'arbda molla desa hamda İran'da ko'rdi hamda. Ama gapiningki tegdekka qaraydigan bo'lsak hamda bir dinchiga topshirib beribdi degan ma'no chiqadi. Baya bu Ömerbek Efendim'i tushundirdi. Yani bu Turg'unjon hojimninki qurultay qurilgandan beri nurg'un shu qadamlarda vazifalarni ijro qilgan va shundaqla bu qobiliyatini ko'rsatgan birisi hamda shartini qo'shgan birisi. Buningki murojaat qilgan haqqi bor. Bu demokratiya bir haq hamda buningki. Hamda biz Uyg'ur xalq bo'lsin, Sharq Turkiston xalqininki ko'pchiligi bo'lsin, bular musulmon. Biz musulmon kimligimizni g'arbga qarshi qanchalik yushiralaymiz misolga. Yushasak ularni nima qandiralamizmi? Ular biz undaq emasdik, u bu desak ular ishonmaydi. Sen musulmonsın. Bunun için bir dindar bir adamınki çıkıp gelişi, bunun dinci bir adam çıkıp gelişinin manası farklı. Yani bu radikal bir İslamcı bir göz karıştaki birisi emez bunu. Hemimiz bilimiz. Bu mesela Allah kaçan yolla ayrılıp olattı. Şununla bunu doğru cidden düşünüş lazım. Bizden bir kimliğimiz Müslümandır. Müslümanlığımızı qoğdap durup, Müslümanlığımızın ki bazı muhim şu kıymet qarashlarını, isil aqidelerini xalqaraga tanıştırıp o Müslümanlıkka, İslamiyetke töpe koşuş lazım yani. Onun başka bu Alavuddin Hacim, bu neme Turg'unjon Alavuddin Hacim İngilizce bilmeydik ya. Şununla bu İngilizce bilmeyken Garp ile diyalog kuramaydı deydi. Bu hazır bu iptidai devre emas bu. Çünkü onunki reis bo'lib qolsa misalga hazır namzat bu hamda. Reis bo'lib qolsa qo'l ostida inglizchani yaxshi biladigan nurg'un odamlar bor. Kerak bo'lib qolsa birini ishlasa bo'ldi, ya'ni tarjimonlik qilib. O'zi germancha biladi, arabcha biladi, turkcha biladi, uyg'urcha biladi. Yani bir adam to'rt tilni bilganlikin, yani cho'ng bir ishda hamda kelgusida hamda inglizchani biladi, hamda ballari biladi hamda. Yani bu til degan narsa bir diyalog qurish uchun ishlatgan bir vosita.
av til bilan so'zlaydigan av tecrübe ve ilim muhim. Yani Turuncan Hacim'inki bu cette yani toluq yani. Hem dini ilimi bolsun, hem halkara siyaset cetten bolsun, hem teşkilatçılıktaki tecrübe bolsun. Bunlar toluq. Eğer de İngilizce muhim bolgan bolsa, bütün Amerikalık, bütün İngilizcelik, bütün Kanada, Avustralyalıklar hemmisi cihanını sorap yetip kalan İngilizce bilmeyenler hemmisi tutup kalmamdı o zaman. Xitaylar bunchilik yükselmemesi lazım yani. Şununla bu tilning bir kamçılığı muhim, to'g'ridir. Ama bunu hal qilg'il bo'ldi. Ba'zi narsa haqiqatan hal qilg'il bo'lmaydi. Misolga, tashkilotchilikda tajribasi yo'q. Xalqaro vaziyat haqida bilmi yo'q. Undaqda sen reis bo'lsang, inglizchani shunda poni bo'lsang, nima ishga yaraydi? Hamda aslında İngilizce bildiğin nurgun Amerikalıklar ve İngilizler yoki şu İngiliz so'zlaydigan devletlerde nurgun İngilizce bilip durup aslında qiyin yaşayotgan nurgun adamlar var. Şu bakçılarda yetip ketgan adamlar hammasi İngilizce biladi. Şu Amerikaga yeni berib qolgan ba'zi Uyg'ur bolalar burungi yillardagi mesele var. Qarsa şu u yerda bu yerda yetib ketgan bu kambag'al Amerikaliklarni ko'rib so'rab bular ya biladi desa, voy bular İngilizce bilib turib mushu holiga tushib qolgan bo'lsa, biz qandaqmi qilamiz deb tikayapman. Shunga o'xshash til muhim narsa ama eng muhim emas. Men degandek tecrübe ve bilimi muhim. Bu Turuncan Hacim bu cette to'liq bir adam. Yani bunu ip giderleydi. Bundan başka bu tecrübelik bo'lgan budak namzatını koymagan bazı rahberler onunla yardım kılıdı. O maaşlardan yardım soraydı. Yani kurultayının gibi enenesi bu. Yani bu muhim bir sahada yaxshi bildiğin adamlardan devamlı sorap durdu. Ularla devamlı istişare kılıdı. Ve şu şekilde kurultayını xalqaroniki en işençilik Şark Türkistan teşkilatına aylandırışga tirişiyotidir. Ve Şark Türkistan davası da yetekçilik rolünü üstüge ilip minvatıdır. Şununla bu halkımızın bazıları bu Turuncan Hacim'e bazı ensreşler bolsa onu doğru düşünümüz ama ularning tushungendek onda iyi akıbeti buludu degan bir ahval chiqmaydi. Bu teşkilatınki bağın seri müesseseleşişi yani sistemleşişi reisninki rolü acizlaydı. Çünkü teşkilatın yüze minişki başlaydı, çağıları mandı, hareketini başlaydı. Şununla reisler o koordine kılıp yolunu rehberlik kılıp mandı. Ama teşkilatınki umumi cetten digen çağda teşkilatınki kurulması bile birlikte özlüğünden hareket kılalaydı. Eğer de biz bir reis bir teşkilat deydigan bolsak, reis kitqas teşkilat yok oldu degan gap endi. Şununla reisler almazsak ki biz demokratiya bir tüzümüne kabul kılışka o zaman reisler almış lazım. Nim dep saylam kılınız o zaman. Yani saylam kılgan seri bu almış iş mi köpeydi ve kurultaynınki sabık reisinin sanının köpeyişi bu teşkilatınki hem tarihinin uzun boğanlığı hem de bu teşkilatın müesseseleşkenliği hem de demokratiye bir sistem bile naydı ravan minvatkanlığının küstüdü. Şununla bence bek çok ensleşinin gerek yok. Reis boğandan ki onun lazım boğan adamını özünün özgü belgen hukuktan payını bu adamlarını yenige çakıralaydı. Özününki kam qalgan yerlerini aşında alaydığı boğan şahsiyetlerini yenige edip işilterleydi. Şununla bek ensleşinin hacet yok dep oylayım. Hoş. Ben bir işki kız şu Erkin efendimninki sözge nima ketip koyay, hoş koyay dedim. Erkin efendim aytı to'g'ri dedi.
Çünkü bu bizningki maqsadimiz bu teşkilatını kasblashtirish, muassasalaштirish dedik. Şununla qarab ketib boramiz. Bo'lmasa bu iliqi nomzodlarninki balki mushu oz chiqib kelishidimi yana bir sabab hamda mushu bir qism vakillarimizning mushu bayam Erkin efendim degandek reis ketsi bo'lmaydi deganimi bila biz hatta o burunqi reisimiz nima bo'lmasa biz ishlamaymiz degan odamlarmi chiqdi-ku, shunda nimalarmi yezildi. Bu nimalar ba'zi insonlarni oramizdagi nomzod bo'laman deganlarni biroz umidsizlantirgan nima bo'lishi mumkin. Undan keyin esa bayam reisimizmi degandek bu biz bir reis birdim bilan maqsad kelgusida bu teşkilat bo'lmaydi. Reis yo'qolsa, shuning bilan reis yo'qolib, parchalanib ketadigan, ko'rinib turgan nurg'un misollar bor buningda. Hamda bu bizningki nimamizmi bor bu nimada xalqimiz biroz dunyo Uyg'ur qultining biroz nimasiga qarash kerak tarixiga. Masalan, Erkin efendim chiqqan birinchi reis bo'lib Erkin efendim tushdi degan chog'da nurg'un biz shu chog'da telefonlarni olgan har yerdan hamda Erkin efendim ketsa dunyo Uyg'ur qurultiyi yo'q bo'ladi, dunyo Uyg'ur qurultiyi tugaydi deb. Uningdagi Robiya xonim keldi. Robiya xonim keldi, texmi yaxshi faoliyatlar bo'ldi. Robiya xonim ketsa dunyo Uyg'ur qurultiyi yiqiladi deb nurg'un qitim shuninga Robiya xonim 4 qitim reis bo'lib davom etdi dunyo Uyg'ur qurultiyini. Undan keyin Robiya xonim chiqqasi bo'lmaydi deganda Dolqun efendim chiqdi. Dolqun efendim chiqib edi, o texmi yaxshi bo'ldi bu dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlari. Texmi taraqqiy qildi, xalqaroda tonildi, nurg'un ishlar mushu 7 yillik jarayonda bo'ldi. Robiya xonim davrida nurg'un utuqlarni qozondi dunyo Uyg'ur qurultiyi. Hamda balki Turg'unjon Aloviddin chiqsa, bu texmi bir taraqqiy qilib ketishi mumkin buning kelimasi. Uningdan keyinsa, reislar emas, muhim emas, tashkilot muhimkan degan bir ong xalqimizningki kallasida joy elishi mumkin, o'rinlashishi mumkin. Chunki xalqimiz hozir bir odamga qarag'ila har qanday tashkilotda bo'lsa, shu boshqa tashkilotlarmi shu hamda Uyg'urlarniki diasporadagi tashkilotlari bir reisga qarag'ila. Shuningga bizning maqsadimiz mushuni yiqitish. Ya'ni mushundaq bir reisga qarab qolgan bir tashkilot bo'lmay, o'zligidan mangdigan har qanday odam kelsa, mangdira oladigan bir tashkilot vujudga keltirish. Bu sababmi? Dimmi? Ya'ni bu bir odamning reislarning olmishiga bundaq ijobiy tarafdan qarashimiz kerak. Uni salbiy jihatdan emas. Uning sirtida biz dunyo Uyg'ur qurultiyining bu 7-qurultayda vazifa olgan rahbarlari hammamiz bu billa biz bu yer ketmadik. Ya dunyo Uyg'ur qurultiyidan ayrilib ketmadik. Biz dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida shuning faoliyatlarini billa elib boramiz. Biz buningga hassa qo'shamiz. Bütün kuchimiz bilan yangi chiqqan rahbarlikni reisdan tortib eng oxirgi nimadagi tuvandagi nimagacha rahbargacha biz bütün kuchimiz bilan qo'llab mangamiz. Bütün tajribamizni ular bilan paylaşimiz, o'rtoqlashimiz. Har qanday yerda biz ular bilan billa. Buningga xalqimiz anchalar bir andish qilib ketmasligi kerak. Chunki bundaq to'li munozaralar bo'laversa, bu bizningki o'sha yangi nomzod reis nomzodimizni umidsizlantirib qo'yishi mumkin ya xalqningki nimalari. Uningga jasorat berish kerak. Uningga kuch-quvvat berish kerak. Shuningda uningga kuchiga kuch qatimiz va texmi yaxshi ishlarni qilishiga yo'l ochamiz. Yana bir masala, men Erkin efendimninki bayam til masalasida. Masalan, Turg'un hojimninki masalan inglizcha bilmaslik masalasida xalqlarninki nurg'un hozir mushu so'z cho'chak bo'layotganligini anglayapmiz. Erkin efendim bunga ishorat qildi. Erkin efendimning deganlari haqliq, bu jihatda nihoyat yaxshi bir uningga bir izohat berdi. Men yana qo'shib qo'ydiganim shuningga masalan inglizcha bilmaydi degan gap bor. Masalan ba'zi nimalarda
Şu rehberlerninki tercüman işletişi naiti muhim. Mesela tilni çalı til sözlügendin, İngilizceni çalı sözlügendin, tercüman işletkenlik bu naiti yaxşı natija berdi. Bunu öz nimen bilen mi kögenmen, bunun tecrübesini yaşagan. Rabia Hanım devrinde biz şu Rabia Hanımga Alim Seyitov bilen men tercüman bolup nurgun yığınla katnaşkan. Bunun da hem de bir rehberge bir tercüman buluş aslında o rehber için nait faydalık bir iş. Birincisi o rehberninki sözlerini tercüme kılışta nait ölçemlik tercüme kılış gerek ve şununla muvafık halde tercüme kılış gerek. İkincisi onun ikincisi a rehberge şu tercümanның buluşu rehberinin özgümü bir fırsat verirdi. Sözünü tercüman tercüme kılınca o oylaşıp qaysı sözünü o orunda kıldı, qaysı sözünü orunsuz kılıp koydu. Endi yani nime deyiş gerek bununla degenimi de onunla bir oylanış fırsatı berdi. Şununla mençe Turgun Hacim'ninki İngilizce bilmegenligi hiç kandak mesele emas. Bununla tercüman işletse qo'l işleydigan nurgun ballaba İngilizceni yaxşı biladigan, bunu yaxşı haqqı bilen taza tercüme kılalaydigan insanlar hazır ba, yaşlarımız ba. Bunun için bunun da halkımızınki hiç kandak endişesi bulmaslığı gerek. Bununki texmi yaxşı natija berip kelişini ben ümit kılıman ve şundak mı oylayman yani. Yaxşı natija berdi tercüman işletip, ama şunda muhim yığınlarda tercüman işletip, tercüman vasıtası bile sözleşi nait yaxşı natija berdi dep oylayman. Rahmat. Köpten köp rahmat eşkilonlarniki yaxşı tushuntirishiga. Hamda oxirgi bir savol. 8 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultayining saylimi to'g'risida qo'shimcha qiladigan so'zlaringlar bo'lsa, ishkilinglardan olsak, hurmatli Erkin Akram apandidan boshlaymiz. Marhamat. Hoş. Bu bütün devletlerde, teşkilatlarda mı okşaş? Bazı vaklarda naiti ravam mümkündür teşkilatlar. Saylanma ravam mümkündür. Ravamda tövenge düşüp bitadigan ve acizleşpagan ahvallarma buludur. Bu tabiatınki kanunu. Şununla kurultayınınki bazı vaktıda yükselip töven qarab mümkünlük ama 20 yıllık tarihi qaraydigan bolsak, umumiy jihatdan yana yuqoriga qarab minayotgan ahvollar bor. Xuddi bu Roma devleti 1200 yıldan ko'p yaşadı. Necha qitim cho'kib ketib, shu üley degan vaqtida yana tirilib chiqqan. Her tirilib chiqishiga diqqat qilgan da islohotni ilib borganligini ko'ryapmiz. Bu islohot shu taraqqiyotga, tarixininki taraqqiyotga qarshi onunla moslashtirib bir islohot ilib borgan. Hem de bazı teşkilatlardan, bazı gruplardan bizga kelgan gap so'zlar bo'ldi. Tekliflarni sunishga bu jihatdan deganda, ya'ni bu qurultayga ahamiyat berganligini ko'rsatdi. Ya'ni qurultayninki shu hozirgi ilib borgan roliga qabul qilganligini ko'rsatdi. Bu jihatdan bizni suyundirdi ama bazı teşkilatlar yine teşkilatçılıkla biz yalnızla bizimki bazı düşüncemizni sizlerle ortaklaşımız ama sizlerinki saylam olsun, teşkilatçılık olsun içki işleriyle arlaşmayımız deyilgan. Ama biz çünkü ularla görüşüp kılgan. Bazı gruplar manda kılmasanlar manda olur dep teklif sağanlar oldu. Misalga şu Turguncan Hacim eğer de sayılıp kalsa Garp kurultayını taşıdı, Ennedi taşıdı, Avrupa taşıdı, kurultay çökep gidiyordu, kurultay yokap gidiyordu degandek ajnat teknik gaplar mı silvadı. Kurultaydaki adamlarga qarab yiqilgan. Bular şu kurultay kurulgandan beri 20 yıl deyli, kurultay kurulmasdan evvel şu kurultayının kurgucular faaliyetine ilip bir vadıdır. Misalga bizden Ömer Bek, İsa Yusuf Abtekin bizdenki Türkiye'ye çıkan konu reislerden, liderlerden aşını yine de işledi.
Biz Türkiye kelmesinden evvel allaqachon bu ishni boshlab bo'lgan. Ya'ni tajribelik. Yani bu keyingi tarihçiler yazıda kurultay nima uchun mushundaq 20 yil devam qiladi, devamlı shu yuqori qarab mangadi degan vaqtida mushu ishlayotgan odamlarning profilini tadqiq qiladi. Profilini tadqiq qilib, undan keyin tashkilot nima uchun mushundaq bo'ladi deganni o'tirib qo'ydi. Dolqun reisni desak, o ta ki mushu mamlakat vaqtidalar, universitede o'qiyotgan vaqtidalar o'quvchi reislikni qilib, nurg'un faoliyatlarni ilib borgan. Budaqi mushu bizning ijroiy komitetiningki kandidati Ro'shan xonimmi o'z vaqtida shu Dolqunlar bilan birga bu faoliyatni qilgan va tutagan vaqtidami uni Urumchiga qolg'izmay, uni otishga surgun qilib o'tgan. Menmi 85 o'quvchi ishlarga aralashib qilib, G'o'ljiga qolib o'tgan 5 yil cheklimi bilan. Mening dadammi G'arb Shimol Millatlar Universitetininki boshlig'i. Meni Urumchiga olib qolamidi, Lanjog'ga ketamidi misolga. Bu Ro'shan Abbos xonimninki dadasi Urumchida, Turkistonda cho'ng bir odam, huquqi bor odam. Ama yine kızını Urumchiga olib qolamidi. Shuning o'xshash mamlakatning ichidala bu faoliyatni ilib borgan odamlar bor. Hem de chiqqandan keyin texmi ko'proq faoliyat qilganlar bor. 83ning 5'ida men Ankarada bir tashkilot qurgan. Biz Ankarada faoliyat ilib borgan vaqtida, misolga bizningki Parat, bizningki muavin reisimiz Paratmi İstanbulda tashkilotlarda ishlab, ashada tirishib oxir turmaga borgan. Shuningga bu qolganlarninki nimasini deb kelsam, vaqt uzayib ketadi. Yani bu kurultayning quruvchilarining ko'pi hammasi tajribelik bu meselede. Shuningga bu yo'qolib ketadi, cho'kib ketadi, o bo'ldi, bu bo'ldi degan gaplar bekmi to'g'ri gaplar emas hamda. Başka teşkilatlar yo'qolib ketib qolganini ko'ryapmiz. Funksiyasi bo'lmagan teşkilatlar nurg'un bor. Nima uchun? Evvel men degandek, ya tecrübe buludu ya da ilim buludu. Bu ikki narsa bo'lmasa, buni bu ishni ilib borib bo'lmaydi. Ya'ni yağan mozduz oyoq yasamaydi. Ya'ni saxta yog'ochchi ustalmi yasamaydi. Shuning o'xshash bu chala nima oshpazmi qilgan tamig'imi lavzi bo'ladi. Shunaqa bak ansirash qilib ketishni hojat yo'q, taklif silishni hojat yo'q. Biz hammamiz demokratiya bir tuzum bilan yo'lga chiqaylik ve birbirimizni, yani teşkilattan teşkilatga hürmet qilib, yo'lash yo'lida menish lozim deb xo'sh. Ko'p rahmat. Hamda hurmatli Ömer Qanot apandiga kelsak. Meniki jiq yo'q, gapning hammasini yaxshi xulosaladi bizning reisimiz Erkin efendi. Meniki bayam Erkin efendi degan gapiga bir qo'shimcha deydigan gapim shu. Bayamni o'zi dedi, ya'ni biz musulmon kimligimizni yoshranmaymiz. Hamda bir musulmon uni unda bir mollani degandek bir mollani bir efendim bayam degandek nayet aşkın bir nima ko'z qarashga ega bo'lgan diniy jihatda bir inson gap biz u yerga nima o'zini nomzod ko'rsatmadi. Mushu dunyo Uyg'ur qurultiyining nizomnomasiga asosan, mushuning programmasiga asosan, mushu dunyo qurultiyi ko'rsatgan yo'l yo'riqqa asosan 20 yildan beri ishlayotgan bir odam, nayeti fidokorlik bilan xizmat qilgan bir odam o'zini nomzod ko'rsatdi. Buni ko'rsatish uning demokrat qildi. Boshqa shartda to'shilgan nomzodlarni cheklaganimiz yo'q. Hammasi o'zini demokratik bir shaklda o'zini nomzod ko'rsatdi. Faqat shu Turg'unjon Aloviddin ko'rsatdi. Buni qaytadan men yana tabriklayman. Deganimizda qo'llaymiz. Biz musulmonligimizni yoshirib bir nima qilolmaymiz. O'zimizning dinida ching turib faoliyat qilsak, bu g'arbliklarning bu hurmatiga sazovor bo'lamiz. Undaq o'zimizni ularga
yaxshi ko'rsatish uchun bir harakatlarda bo'lsak, ularmi bizningki samimiy bo'lmaganligimizni anglab qoldi. Shuningga o'zimizning dinida ching turib, chunki mushu din bizningki yerimimiz mushu din hamda. Mushu din bilan billa biz Uyg'ur bo'lyapmiz. Dindan ayrilib qolsak, nurg'un nimamizni yo'qotamiz. Shuningga dinimizni ching turib, dinimizni ching tutib, hem özümüzdeki siyasi faaliyetlerini şu milli nimimizni qo'g'dash uchun, kimligimizni qo'g'dash uchun mangsak, bu hamma yerda bizga bu texmi hurmatga sazovar bir tashkilot bo'lish sifatini qozondirdi. Shuning uchun buningda meningki shu Amerikadagi faoliyatlarni nihoyatda cho'ng his qo'shgan bir inson bo'lish sifatim bilan men shu nimani his qildim, hem uni men nihoyatda diniy erkinlik uchun kurash qilayotgan insonlar bilan, rahbarlar bilan billa ham suhbat bo'ldik. Eng yuqori inson darajalik insonlar bilan Amerikada billa bo'ldik, billa ustalda o'ltirdik, billa suhbat qildik. Mushu masalalarni so'zlashdik. Ularninki hech qanday bu jihatda ma bir diniy nima adamkan, ma u mayaga chiqib qolsa bo'lmaydi degan yo'q. Bayam deganimdek Turg'unjon Alavuddin Dünya Uyghur Qurultayininki bir parçası. Şu Dünya Uyghur Qurultayininki bir rahbar bo'lib kelgan 20 yildan beri. Shuning uchun buning da xalqimizninki albatta xalqimizdan ko'ngil bo'lganligiga bayam Erkin efendimi degandek nihoyatda xush bo'ldik. Ham bu yerda sevindik. Chunki Dünya Uyghur Qurultayiga xalqimiz egi chiqyapti. Egi chiqqanligi shu. Yani mushundaq bo'lib qolmasin, Dünya Uyghur Qurultayining oqibatini bo'ldi deb shuning uchun kallı qatug'anligi bu nihoyatda cho'ng mush Dünya Uyghur Qurultayini o'zininki mushu diasporadagi temsilchi tashkiloti deb qaraganligininki, mushu o'ziga vakillik qiladigan bir tashkilot deb qaraganligininki bir isboti. Buning uchun biz albatta bak mamnun, kelgan tanqidlarni nihoyatda yaxshi qabul qilamiz. Tanqidlarninki ba'zilarini albatta tuzitish keraklik bo'lgan yerlarni tuzitamiz. Bu jihatda xalqimizninki bu ko'rsatgan nimasiga, qizg'inligiga ko'p rahmat aytamiz. Ko'pdan ko'p rahmat ikkalanglarninki qimmatli vaqtinglarni chiqarib bu qatimki suhbatimizga qatnashganinglarga rahmat aytamiz. Hürmetli görürmenler yukarıda 8. növetlik Dünya Uyghur Qurultayı ve onun rehberlik namzatları hakkında söhbetine diqqatinglarga sunduk. Kelerki qitimki programımızgacha aman bulunglar. Xeyr xoş. Xeyr xoş. Xoş, Xudoy.